Bu darsda biz pentester bo'lish yo'lidagi eng muhim bosqichlardan biri hacker sifatida shakllanish haqida gaplashamiz. Ko'plab odamlar penetration testing sohasiga system administrator, network security mutaxassisi, application security mutaxassisi sifatida kirib kelishadi. Ular vulnerability skannerlar bilan ishlashni bilishadi, ammo real hacking bilimlari yetishmaydi va aynan shu joy pentester bo'lishdagi eng qiyin nuqta hisoblanadi. Shuning uchun boshlang'ich bosqichda bo'lajak pentesterlar butun e'tiborni hackingni o'rganishga qaratishi shart. Bu darsda biz hacking skilllar, hacker mindset va pentester blueprint formulani batafsil tushuntirib beramiz. Hacking skilllar pentesterning yuragi. Penetresting bu faqatgina vulnerability scan qilib report topshirish emas. Pentesting bu hacking. Aynan hacking qismi bu kasbni qiziqarli, kuchli va talabgar qiladi. Hacking skilllar nazariya bilan emas, balki amaliy mashqlar, qayta-qayta urinib ko'rish, xatodan o'rganish orqali rivojlanadi. Qancha ko'p exploit qilsang, shuncha ko'p zaiflikni taniysan. Qaysi exploit qayerda ishlashini tez tushunasan va oddiy hujumlar uchun kamroq vaqt sarflaysan. Bu esa seni samarali pentesterga aylantiradi. Hackingdan not olish majburiy. Professional pentester hamma narsani eslab qolishga urinmaydi. U yozib boradi. Muhim, zaiflikni qanday tekshirding, qanday exploit qilding, qaysi holatda ishladi, qaysi holatda ishlamadi. Tavsiya etiladigan ilovalar: OneNote, Evernote, Cherry Tree. Masalan, Evernote'ning web clipping funksiyasi orqali blog postdan kerakli joyni, exploit tavsifini yoki payload misolini saqlab qo'yish mumkin. Bu sening shaxsiy hacking knowledge basing bo'ladi. Hackingni qayerdan va qanday o'rganish mumkin? Hackingni o'rganishning ko'plab yo'llari bor. Kitoblar, bloglar, veb-saytlar, onlayn kurslar, universitet kurslari, ethical hacking, konferensiyalar, workshop va treninglar. Muhimi doimiylik va amaliyot. Hacker mindset texnik bilimdan ham muhimroq. Pentester bo'lishda eng muhim jihatlardan biri hacker mindset. Hacker mindset bu ijodiy fikrlash, analitik yondashuv, muammoni chetlab o'tish yo'lini topish. Bu troubleshootingga o'xshaydi. Dastur o'rnatish oson, ammo nimadir ishlamasa, xato chiqsa, exploit ishga tushmasa, mana shu paytda hacker mindset ishga tushadi. Exploitlar har doim ishlamaydi va bu normal. Ko'p yangi boshlovchilar exploit ishlamasa tez taslim bo'ladi. Aslida esa exploitlar har doim ishlamaydi. Ba'zida bir nechta exploitni zanjir qilib ishlatish kerak. Ba'zida root yoki admin huquqi kerak. Ba'zida esa faqat oddiy user bo'lib qolasan. Muhimi hamma variantni tekshirib chiqish. Hamma vulnerability exploit bo'lavermaydi. Pentester vazifasi ishonch hosil qilish. Pentester blueprint formulasi. Pentester bo'lish uchun 3 ta ustun kerak. Bu formula quyidagilardan iborat: technology knowledge, hacking knowledge, hacker mindset. Bu uchalasi birlashmaguncha to'liq pentester bo'la olmaysan. Ko'p xato qilinadigan joy odamlar texnologiyani kam baholaydi. Masalan, system administrator tajribasi, infosec background, web developer tajribasi bular pentestingni bir necha barobar osonlashtiradi. Ethical hacking yo'nalishlari. Pentesting faqat bitta soha emas. Yo'nalishlar operatsion sistemalar, applications, network, social engineering, physical security. Ba'zi pentesterlar hammasini biladi. Ba'zilari faqat bitta sohada chuqurlashadi. OS va application pentesting. Deyarli barcha dasturda bug bo'ladi. Ba'zida bu bug real security vulnerability. Pentesterlar CVE database'lardan foydalanadi. Ba'zida zero day topadi. Bug bounty orqali pul ishlaydi. Web applications eng katta targetlardan. Bugungi web murakkab, interaktiv va hujumga juda ochiq. Network pentesting. Pentesterlar router, firewall, switch, cloud, hibrid networklarni tekshiradi. Network turlari: LAN, PAN, WAN, MAN. Bugungi kunda cloud, AWS, Google, Oracle, hibrid networklar asosiy targetga aylangan. Social engineering. Eng kuchli zaiflik bu inson. Social engineering misollari phishing email, fake website, SMS, telefon qo'ng'iroqlari, trojan fayllar. Muhim,
Pentester faqat shartnoma asosida social engineering qiladi. Aks holda bu jinoyat. Physical security ko'pincha e'tibor berilmaydi, ammo juda muhim. Savollar: begona odam server roomga kira oladimi? Ofisga bemalol kirsa bo'ladimi? Kompyuterlarga teginish mumkinmi? Ba'zida pentesting real binoga kirish, hatto ventilyatsiya kanallaridan o'tishni ham o'z ichiga oladi. Pentesting turlari: black box, hech qanday ma'lumot yo'q. Tashqi hacker simulyatsiyasi: white box, to'liq ma'lumot. Ichki xodim simulyatsiyasi: gray box, qisman ma'lumot, ikkisini o'rtasi. Eng yaxshi natija uchalasi birga qo'llanilganda chiqadi. Yakuniy xulosa: pentester bo'lish keng bilim talab qiladi, sabr talab qiladi va to'g'ri mindset talab qiladi. Bu dars keyingi amaliy bosqichlar uchun poydevon vazifasini bajaradi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Bahriddin pastki chiziqcha 99 bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha.